Cristiano Ronaldo va oddiy tandir nonining qanday bir-biriga bog'liq tarafi bo'lishi mumkin? Juda ham kulgili va noodatiy o'xshatish, shunday emasmi? Albatta bu o'xshashlik shunchalar bir-biriga moski, video oxirida bunga o'zingiz ishonch komil qilasiz. Bu videoda ularning qanchalik bir-biriga bog'liq jihatlari borligi haqida bilganimcha aytishga harakat qilaman. Va siz ham bu davomiylikda o'z fikrlaringizni videoda pauzalar qilib yozib qoldirasiz deb o'ylayman. Cristiano Ronaldo. Bu inson haqida miyamizga keluvchi birinchi xayollar millionlab dollarlik hisob raqam, shohona hayot, mashinalar va biz orzu qilgan hozirgi zamonamizdagi ko'plab imkoniyatlar. Lekin uning qorong'u hayoti haqida deyarli hech narsani bilmaymiz. Yoki shunchaki bizga qiziqmas desak ham bo'laveradi. Bu videoni tomosha qilayotgan deyarli har birimizda orzuyimizdagi mashinaga erishish uchun kamida 100 dan 1 imkoniyat bor. Bu albatta vaqt va bu vaqt ustidan qo'limizdagi erkinlik. Ha, rostdan ham bizda bu imkoniyat mavjud. Lekin bu imkoniyatdan foydalanish uchun ichki xohish va harakatimiz odatda nolga teng. To'g'ri, ba'zida nimalardir qilishga urinamiz, ba'zida esa buni ortidan hayot tarzimiz ham yaxshi tomonga o'zgargandek tuyuladi. Lekin bu ko'zda tutilgan maqsadga tezda erishmaganligimiz sabab shu joyda to'xtaydi yoki shunchaki unutiladi. Nega bunday? Miyamiz har doim biz uchun optimal yo'lni izlaydi. Albatta sharoitni esdan chiqarmagan holda. Biz miyamizni umidsiz, ortda qolgan xotiralar bilan to'ldirganmiz. Va bu xotiralar ko'nglimizni ham hech bo'lmasa kichik maqsadlarga erishish yo'lida qiladigan harakatga undamaydi, uzoqlashtiradi. Va bu ketma-ket takror etgani sayin o'zimizga bo'lgan ishonch va xohish deyarli o'lgan. Xohishlarimiz va istaklarimiz shunchalik nuqson va oddiyki, birgina Instagramdagi oddiy bir Reels videosi biz uchun qoniqarli ozuqa bo'lib qolgan. Ana endi Ronaldo bilan oddiy nonning qanday bir-biriga bog'liq tomoni bor degan savolga ozroq bo'lsa ham tushuncha oldingiz deb o'ylayman. Bu savolga javob berishdan oldin bug'doy boshog'i va biz sevib yeydigan non tayyorlanishdagi jarayonni ko'z oldimizga keltiraylik. Bug'doy boshog'ini o'rish, uni somondan ajratish, un bo'lguniga qadar un zavodida beriladigan yana biz bilmaydigan o'nlab jarayonlar. Bu jarayonda kunlab ter mashaqqatga botib ishlaydigan yuzlab insonlar. Bular haqida o'ylash albatta biz uchun qandaydir ma'noda qo'rqinchli va uyatli. Yo'q, nega? Nega biz bularni bilishimiz kerak? Axir biz uchun tayyor nonni yeyishday ajoyib his turibdi. To'g'ri, men bu bilan sizda hech qanday harakat yo'q demoqchi emasman. Bizdagi ong deya atalgan ajoyib funksiya bizga hayotdan oddiygina narsalardan ham zavq bera olish uchun yo'l topa oladi. Ammo lekin biz bugun bizda olamshumul ishlar qila olish mumkin bo'lgan zamonda yashayotganimizni ham esda tutaylik. Biz ham bundan ko'piga erisha olish imkoniyatiga egamiz. Faqat tinimsiz harakat va o'sishga bo'lgan talabchanlik bizga kamlik qilmasa bo'ldi. Bu gaplar o'ta bo'rttirilgan motivatsion so'zga o'xshaydi, lekin bu haqiqat. Cristiano Ronaldo. U shunday mashaqqatlarda pishgan non misoli. Uning muvaffaqiyatga erishguncha bo'lgan yo'ldagi mashaqqatli yoshligi va karyerasi uni shu cho'qqiga olib chiqdi. U o'zida bor imkondan foydalandi. U bug'doy orasidagi kurmak o'tlariga o'ralashib qolmadi. U inson timsolidagi havas qilsa arzigulik yo'ldan o'tgan qahramon bo'ldi.